Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisolatu vassalamga hech qaysi payg'ambarlarga bermagan bir karomatlarni berdi. Mana Isro va Miroj kechasida payg'ambar alayhisolatu vassalam Baytul Maqdisga olib borildi va ana shu yerda Odam alayhisalomdan tortib Muhammad alayhisalomgacha bo'lgan payg'ambarlar hammasi Baytul Maqdisda saf tortib turdi, payg'ambarimiz imom bo'lib namoz o'qidi. Hamma payg'ambarlar Odam alayhisalomdan Iso alayhisalomgacha bo'lgan payg'ambarimiz orqasida turib saf tortib payg'ambarimizga iqtido qilishdi. Payg'ambarimiz bunaqa tajammu bo'lgan emas hech qachon va bo'lmaydi birodarlar. Va mana shu joydan Merojga, Allohning huzuriga ko'tarildi. Isro Meroj voqeasi ham inshaalloh mana yana bir qancha Ramazon kechalarimiz bor, inshaalloh aytib beramiz buni alohida. Lekin hozir bizga tarixiy joydan bir shingir olamiz. Har birinchi osmonga chiqqanda qaysi payg'ambarni ko'rganligi to Sidratul Muntahoga chiqqanligi bor. Shu hadislarda keladi, Jibril alayhisalom 7 qavat osmonni olib o'tib bir joyga yetdi deydi. Qarasam, Jabroil oldida ketayotgan bo'ladi payg'ambarimiz doim alayhisalom. Ko'rinmay qoldi, qarasam shu yerda turibdi deydi. Qanotlaridagi patlari deydi, qanotlari kuyishga yaqin bo'lgan varaqni sarg'ayishga o'xshab sarg'ayib turgandi deydi. Yuring oldiga desam, ey Muhammad, buni bu yog'iga sizdan boshqa hech kim o'tishlikka haqqi yo'q. Hatto men u yog'iga o'ta olmayman. Agar o'tsam kuyib ketaman dedi. Birodarlar, biz kimga ummat bo'lganligimizni his qilaylik. Sidratul Muntaho Najm surasida mana keladi. Inshaalloh buni ham bir o'tarmiz. Alloh taoloning nuri tushdi deydi. Sidr degan daraxtni ko'rdi. Baklari filni qulog'ida yumor yapaloq baklar ekan deydi. Alloh taoloning nurini bir qismi tushganda baklar oltinga aylandi deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarida. Mana shu joyda oliy illiyinda hatto Jabroil alayhisalomga o'tishlik izn bermagan joyga payg'ambar alayhisalom o'tib bordi va namozda 50 rakatligini qabul qilib oldi. Bilamiz qissani. Qaytib kelganida Musa alayhisalom ozaytiring, qurbiz yetmaydi deganda 5 mahalga tushirib berdi. Kimga berdi buni? Bizga berdi. 5 mahal namoziga 50 mahal namozni savobini beraman demadimi Alloh azza va jalla? Payg'ambar alayhisolatu vassalam ana shu Sidratul Muntahoga o'tganida aytadi mana hadislarda oltindan bo'lgan so'rida jannat ipaklardan bo'lgan to'shakka borib o'tirdi payg'ambar alayhisolatu vassalam. Shunda aytilindiki, ey Muhammad, Alloh taolo sizga salom aytdi. Eshiting, itoat qiling. Alloh taologa bir so'zlang. Shunda Muhammad alayhisalom Alloh taoloning oldiga chiqdi birodarlar. Lekin ko'rgan emas. Hadis Oysha onamiz so'ragan, "Har ro'yta robbuk, Robbingizni ko'rdingizmi?" deganda, "Nur annara" degan. Nur deydi, "Qayerdan ko'raman?" deydi. Alloh taoloning nuri tushganda bitta daraxtda balki oltinga aylanib ketyapti. Alloh taoloda o'zini ko'rishi qanday bo'ladi birodarlar? Esimizdan chiqmasin, biz bu dunyo uchun yaralmaganmiz. Bu dunyo biz uchun yaralgan. Bu dunyo ekinzor, ekib olib ketib qolishlik kerak. Dunyoga devorga yopishtirib kerak emas topganimizni. Alloh taologa sano aytdi. At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana tahiyamizni tarixini bilib olaylik. Tahiyat, salovat, salomlar Allohgadir. Alloh taologa xos dedi payg'ambarimiz. Alloh azza va jalla javob berdi. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz salom aytdi Allohga, salovat aytdi, tasbih aytdi. Alloh azza va jalla javob qaytardi. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Ey Allohning nabiysi, sizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz assalomu alayna va ala ali ibadillahi solihin. Bizga salom bo'lsin va Allohning solih bandalariga ham salom bo'lsin. Ya'ni mening ummatimga ham salom bo'lsin deyapti. O'zida ilov qolmayapti, bizga ham jo'natyapti birodarlar. At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat payg'ambarimiz aytayapti. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Alloh aytayapti. Assalomu alayna va ala ali ibadillahi solihin payg'ambarimiz aytayapti. وقال جبريل أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bu kim so'zi? Tarixni o'rganyapmiz tahiyotimizni. Shunda Alloh azza va jalla amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min robbihi wal mu'minun. Payg'ambarlar ularga nozil qilgan narsaga iymon keltir deganda payg'ambarimiz ha Parvardigor iymon keltirdim dedi. Wal mu'minun kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Ya'ni
payg'ambarlarga iymon keltirgan narsalarga, payg'ambarlar iymon keltirgan narsaga mu'minlar ham iymon keltirdi. Hammasi Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirdi. Payg'ambarlarning birortasini ikkinchisidan ajratmaymiz dedi. Xuddi yahudiylar Muso bilan Iso o'rtasini ayirganidek. Biz ayirmaymiz ularni. Shunda Alloh azza va jalla o'shada ketyapti birodarlar, mana shu oyatlar. La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga Alloh hech qachon taklif qilmaydi deyildi. Laha ma kasabat. Savob qilsa ham, gunoh qilsa ham insonning o'zini bo'yniga. Va alayha maktasabat. Yomonliklari. Shunda Alloh taolo so'rang ey Muhammad alayhisalom, qayerda bo'lyapti bu gap? Illiyinda Allohning huzurida bo'lyapti. Me'roj kechasi bo'lyapti bu narsa. So'rang olasiz deganda Muhammad alayhisalom Allohga duo qildi. G'ufronaka robbana va ilaykal masir. Parvardigor, gunohlarimizni kechirgin. Baribir qiyomat kunida sen oldiga qaytib boramiz dedi. Alloh azza va jalla aytdi: "Tahqiq sizga va ummatingizga mening mag'firatim bo'ldi. Kimiki meni yakkaligimni tan olgan bo'lsa, sizni payg'ambarligingizni tasdiqlagan bo'lsa, albatta uni gunoh kechirildi" dedi. So'ngra aytdi: "Ey Muhammad, so'rang, olasiz" dedi. Payg'ambarimiz aytdi: "Robbana la tu'akhidna in nasina va akhtana." Bizi ummatga ushbu gunoh yozilmaydi. Shuni payg'ambarimiz so'rab tushdi evadan. Parvardigor, agar biz esdan chiqarib gunoh qilsak yoki xato qilib gunoh qilib qo'ysak, shu xatoyimiz bilan bizni jazolamagin. Lakazalik la u'akhidhukum bima nasitum aw akhtatum wa mustakritum alayhi. Ey Muhammad, oldingiz so'ragan narsangizni esdan chiqarib gunoh qilgan bo'lsanglar yozmayman. Bilmasdan qilib gunoh qilgan bo'lsanglar yozmayman va majbur bo'lib qilgan bo'lsanglar gunohda yozmayman dedi. Nimalarni so'rab tushyapti payg'ambar alayhisalom? Robbana va la tahmil alayna isron kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Parvardigoro, bizdan burungi qavmlarga tushirgan baloyini, musibatini bizga yelkamizga yuklatmagin. Alloh azza va jalla ijobat qildi. Va la tuhammilna ma la taqata lana bi. Toqatimiz ko'tarmaydigan narsani yuklamagin deganda Alloh azza va jalla labbay deb javob berdi. Demak, biz hech qachon toqatimiz ko'tarmaydigan ishni qila olmasak, javobgar bo'lmaymiz. Endi namoz o'qimay olmayapti bitta odam, toqat ko'tarmayapti. Gunohkor bo'lar ekan, bo'lmasa ekan. Nima deysizlar? Toqat ko'tarmayapti uni. Ro'za tutsa qiynalib qolyapti. Chanqab ketyapti. Tutmay qo'yaveradimi? Nima qiladi? Bomdodga tura olmayapti. Turaydi, tura olmayapti. Qiylanyapti. Nima deb tushunamiz buni? Alloh taolo ommaviy suratda hammaga farz qildimi? Demak, shu ishni hamma qila oladi. Agar qila olmaganda hammaga nima qilmas edi? Yoppasiga yurmagan bo'lar edi. Endi qisqartirib aytishga to'g'ri kelyapti. Mana yarim soatga qarab borib qolibmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mendan bir ilgargi payg'ambarlarning hech qaysiga berilmagan 5 ta narsa menga berildi. Qizil va qora, oq va qora hammaga payg'ambar qilib yuborildim. Yerni hammasi men uchun masjid pokiza bo'ldi va g'animat olishim menga halol bo'ldi. Ummatim uchun, men uchun dedi, ijobat qilinadigan, albatta ijobat qilinadigan duo berildi, oxiratga olib qo'ydim dedi. Har bitta payg'ambarda dunyoda o'zida bitta duo qilsa ijobat bo'ladigan bitta duosi bo'lgan. Nuh alayhisalom cho'ktirib yubordi yer yuziga. Bitta duosi bor. Muhammad alayhisalom nima dedi? Oxiratga olib qo'ydim ummatimga dedi. Umidimiz bor birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu ummatni 5 ta karomat bilan aziz qildi. Annahu xalaqahum zu'afa hatta la yatakabbaru. Zaif qilib yaratdi bu ummatni. Kibrga ketib qolishmasin deb. Od qavmini 60 metr, 70 metr qilib bo'rini yaratib qo'ydi. Quvvatni berdi, boylikni berdi. Man ashadda minna quvvat deyishvardi oxirida. Kim bizga quvvat yetadi deb. Axir ularni yo'qdan bor qilgan Alloh qudratli ekanligini esdan chiqarib qo'ydimi? Shamol bilan pachag'ini chiqarib yubordi ularni. 7 kecha 8 kunduz shamol estirib qo'ydimi? Ko'tarib urganda atalasini chiqarib tashladi. Kerilib ketishmasin deb zaif qilib yaratdi. Ularda jasadlarini kichkina qilib yaratdi, toki ko'p ovqat yeyishlik orqasidan quvib qolmasin. Ya'ni ko'p yeyishlikka muhtoj bo'lmasin, ozroq narsa bilan qonni to'ysin deb jasadlarini kichkinaroq qildi.
umrlarini qisqa qildi, gunohni ozroq qilishsin deb. Va aksariyatini faqir qildi, qiyomatda hisob-kitobi oson bo'lishi uchun. Ummatlarda oxirgisi bo'lib yashashlikni berdi, qabrda ozroq tursin deb. Bizga beriladigan narsalar birodarlar, sanab o'tadigan bo'lsangiz, alhamdulillah deyishdan boshqa narsaga tilimiz bora olmay qoladi. Ana Odam alayhisolamda aytgan to'rtta so'zini aytib qo'yamiz, shu bilan nihoyasiga yetkazamiz inshaalloh. Odam alayhisalom aytadi: Alloh taolo ummati Muhammadga menga bermagan karomatlardan beri to'rttasi. Men gunoh qilib qo'ydim, tavbam faqat Makkaga borib qilganimda tavbam qabul bo'ldi. Muhammad ummati Makkaga bormasdan xohlagan joyda tavba qilsa ham Alloh nima qilaveradi? Tasavvur qilinglar-da, Makkaga borib tavba qilsangizda qabul bo'ladi deyilganda. Nechtamiz tavba qilishga qurbimiz yetar edi? Gunoh qilmasindan turib libosim bor edi. Gunoh qilganimda Alloh taolo libosini olib qo'ydi, yalang'och bo'lib qoldim. Muhammad ummati gunoh qilaveradi, lekin Alloh ularning kiyimini olib qo'ymaydi. Bitta gunoh qilganimda Alloh xotinim bilan meni o'rtamni ajratib qo'ydi. Muhammad ummati gunoh qilaveradi, Alloh ayirmaydi o'rtasini. Alloh qodir edi. Va bitta gunoh qilib qo'ydim jannatda turib, jannatdan chiqarib yubordi. Endi Muhammad ummati jannatda tashqarisida turib gunoh qilaveradi, lekin Alloh nima qiladi? Baribir jannatga kirgizadi. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisolamni taroziga olib kelib so'rar ekan: "Ey Nuh, meni risolatimni yetkazdingizmi odamlarga?" O'zingizni ummatingizga yetkazildingizmaganda yetkazdim Parvardigor der ekan. Bizga berilgan eng oliy martabadan bittasi xulosa qildilar. Qavmidan so'rarkan Alloh azza va jalla: "Ey Nuh qavmi, sizlarga meni risolatimni yetkazdimmi?" Ular tabiiy yo'q deydi akalar. Chunki ayibni payg'ambarga to'ngab, azobdan qutulib qolishni xohlaydi. 950 yil yashagan bo'lsa, 900 yil da'vat qilgan deylik. Inni da'utu qawmi laylan va nahara. Parvardigor, qavmimni ertaman ham, kechqurun ham, oshkora ham, maxfiy ham, pishirib ham, qattiq gapirib ham, bitadan ham qanaqa da'vatni uslubi bo'lsa hammasini qildim. Lekin shunday zerikishdiki, barmoqlarini qulog'iga tiqib, ko'ylaklar bilan betini yopishib oldi. Seni ko'rgani ham, eshitgani ham toqatimiz yo'q. Shu qavm 900 yil da'vat eshitib, Nuh alayhisolamga yolg'on chiqganda, "Ey Nuh, bular yetkazmadi" deyapti-yu. Guvohingiz bormi deganda, "Ha, Parvardigor, ummati Muhammad" der ekan. Bizdan so'rar ekan. Shunda biz aytar ekanmiz: "Ha, Nuh yetkazgan, biz guvohimiz" deganda, Nuh alayhisolamning qavmi, ummati Muhammad, aslar bizdan necha ming yil keyin kelgan bo'lsalar, qayoqdan sizlar bilasizlar bu narsani deganda, Alloh bizga Qur'on tushirdi. Qur'onda inna arsalna nuhan ila qaumihi degan oyatni o'qib, albatta biz Nuhni qavmiga yubordik degan oyatni o'qiganmiz. Alloh yetkizdik dedi, payg'ambarning so'zi bu yoqqa. Biz shunga guvohimiz der ekan. Hamma payg'ambar ummati Muhammaddan guvohlik olar ekan, birodarlar. Biz guvohlik beramiz payg'ambarlar ummatlar yetkazganligiga va bizga yetkazilganiga Muhammad alayhisalom guvoh bo'ladi. Va kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas va yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Birodarlar, biz ummati Muhammad Alloh azza va jallaga hamd sano aytishimiz kerak. Chunki qaysi payg'ambarlar siz bilan bizni o'tirgan joyimizda havas qilgan ekan. Biz mana shunday bir ulug' martabadamiz. Mana shunga muvofiq yashaylik. Biz qo'lab yurgan dunyo hozir kursida o'tiribdi, chiroyli qiz bo'lib, hamma ko'zini qisayapti unga qarab. Hech kimga ko'zini qismaydi. Menman degan jahongirlar, menman degan bir podshohlar 1000 yil yashaganda ko'zini qisib o'tib ketaverdi. Umri ko'z qisish bilan ovora bo'lib qoldi. Lekin hech kimga qiyo boqmadi. Qiyomatda ana shu dunyo kampir bo'lib tirilib, jannatiyum bandalaringdan bittasiga meni mulk qilib ber der ekan. Alloh dunyodagi paytida bandalarim seni ravo ko'rmasdim. Ularga jannatda ravo ko'ramanmi dedi. Alloh ravo ko'rmagan narsani boshimizga kiyib olmaydi, birodarlar. Dunyo vaqtinchalik bir astanovka. Tom kerak, o'tiradigan joy kerak. Mana qilaylik bu narsa, lekin qalbimizni berib qo'ymaylik bu narsaga. Chunki qiyomatda Alloh taolo aytadi: "Yawma la yanfa'u malun va la banun." Qiyomat shunaqa kunki, biz ikkita narsani deb yuramiz. Yuribsizmi? Yurib biz bola chaqa deb. E'tibor bering, bola chaqa deb. Ikkita narsani aytyapmiz. Bolam, chaqam, bolam. Bola deb chaqa qilib olib yuribmiz. Xuddi shu ikkita narsani aytyapti. La yanfa'u malun va la banun.
Qiyomat kunida ayni shu ikkita narsa asqatmaydi. Bolam, chaqam asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan borgan bo'lsanglar, mash qalbinglar asqatadi dedi Alloh azza va jalla. Jasadni Alloh taolo xizmatga bergan. Dunyoda tirikchiligini qilishlik ibodatga. Ruh birodarlar, xo'jayin bo'lishlik kerak bo'ladi. Qalbimiz faqat Alloh bilan bo'lsin, inshaalloh adashmagan qatorda bo'lsak, ajab emas. Hammasalarda ishlayapmiz. Maza qilyapmiz. Maza qilib qolmaylik. Olib chiqib bitta narsaga amal qilaylik. Agar faqat maza qilib qo'yish bo'lsa, yelka yuk bo'ladi. Va Alloh taolodan tavfiq so'raylikki, Alloh o'zi izn bermasa, biz hech narsa qila olmaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.